Brez uстановka qilamiz. G300 Xiaomi modeli. Assalomu alaykum. Uстановkamiz boshlandi. Uстановkadan oldin hamma yoq paketlab chiqamiz. Xudo xolasa toklarni tekshirdik. Tok например, mana apparatimiz ishlayotganligini tekshirish uchun mana tok bor. Bu yerda ham xudo xolasa anaqa tekshiramiz. Tok yo'q bu yerda. Bitta apparatga ishonmaymiz. Biz ikkita apparatga bo'sh aldamaydi. Bu Xitoynikidan tekshirib qo'yamiz mana. Yo'q. Xudo xolasa ishga boshladi. Xo'p, assalomu alaykum. Xiaomi G300 degan modelimiz juda tayyor mana. Krishkalari ham tayyor. Orqadan pena qilindi. 168 da teshilgan. Orqasidan pena qilib bu uchastkada birinchi adash qo'lim bo'yimiz yetadi. Xo'p, bu yog'iga anker ishlatdi. Juda qattiq turibdi. Mustahkam juda. Hozir o'zini iloramiz. Assalomu alaykum. Xiaomi brendini G300 degan modelni uстановka qilib bo'ldi. Bu soatiga 300 kub olib kiradi, 100 kvadratga yetadi.